Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Yusuf Aleyhisselatü Vesselam'ni Karimning o'g'li, Karimning o'g'li deb aytganlar. Bular to'rtta silsilada payda-pay payg'ambar bo'lgan zotlar. Yusuf Aleyhisselatü Vesselam'ning otalari Yaqub Aleyhisselatü Vesselam. Yaqub Aleyhisselatü Vesselam'ning otalari Ishoq Aleyhisselatü Vesselam. Bu kishining otasi payg'ambarlarning otasi İbrahim Aleyhisselatü Vesselam. İsroil deb aytilgan zot ham Hazreti Yaqub Aleyhisselatü Vesselam. Ana Yusuf Aleyhisselatü Vesselam'ning dadalari Yaqubning ikkinchi otlari İsroil. Bani İsroil degani İsroil farzandlari degani. Shu Yahudiylar o'sha kishidan tarqagan. İsroil farzandlari degani. Hazreti Yaqub Aleyhisselatü Vesselam'ni Xudo taborak va taolo juda ko'p o'g'illar bilan siylagan ekan. Bugun yarmi qolib ketsa, ertaga yana gap qo'yamiz. Yusuf Aleyhisselatü Vesselam'dan tashqari yana bu kishining 11 ta aka-ukalari bor ekan. 11 ta. Bitta ukalari bilan bu kishining onasi bitta ekan. Qolganlarining onasi boshqa, ota bitta ekan. Hammalari ham payg'ambar zoda. Bitta ukalari bilan Binyamin degan. Binyamin Yahudiylarda mashhur. Binyamin Netanyahu deydi-ku. Aziz ukalari Binyamin degan ukalari bo'lgan, shu birga ukalari tug'ishgan. Qolganlari boshqa onalar. Bir kuni Yusuf Aleyhisselatü Vesselam Xudo taolo shuni aytayotgani Qur'onni Karimda keltirayotgani shuki, Yusuf Aleyhisselatü Vesselam tush ko'radilar, tushlarida oy bilan quyosh yana 11 ta yulduz bu kishiga sajda qilyapti ekan. Keyin bu kishi bu tushlarini otalari Yaqub Aleyhisselatü Vesselamga chiqib bayon qilib beradilar. Shunda otajon tushibman, tushimda 11 ta yulduzu oy quyosh menga sajda qilyapti ekan deydi. Hazrat Yaqub Aleyhisselatü Vesselam payg'ambarlik farosati bilan bu tushni ta'birini u kishi biladilar. U sajda qilib turganlarning ichida nimasi quyosh bilan yulduz otasi bilan onasi ekanligini, qolgan 11 ta yulduz akalari ekanligini biladilar. Keyin bu tushda aytadilar, o'g'lim, jonim, bolam, siz buni akalaringizga aytmang deydilar. Ular ham payg'ambarzoda deydilar. Hazrat Tahonaviy rahmatulloh Bayonul Qur'on degan tafsir aytadi, ular ham payg'ambarzoda. Otasi tushungan narsani payg'ambarzodalar ham ular ham biladi deydi. Bular hasad qiladi ertaga. Bu yaxshi o'qib ketar ekan, bizdan ulug' o'qib ketar ekan, hatto biz bunga motiv bo'lib qolar ekanmiz degan narsani ular biladi. Bu tush ko'rilgan narsa payg'ambar zodaning ko'rgan tushlari, kelajakda payg'ambar bo'ladigan zotni ko'radigan tushlari bir narsa bo'lib ro'yobga chiqishini ham ular biladi. Lekin hasad degan narsa qo'ymaydiki, biladiki shu narsa paydo bo'lishi, lekin shu hasad ichidagi bir o'zini adovatni ko'rsatmasdan o'tmaydi. O'shanda aytadilarki, jonim, bolam, bu akalaringizga aytmang, shayton bularni xiylanayligiga nima qildirib, sizga bir zarar berib qo'ymasin deydilar. Keyin xullas ular shu tushdi ham qulog'iga ularni yetib boradi. Ukalariga aytgan bo'ladilar, ukalar orqali akalarga yetadi. Bular oxirgi hasad qilib aytishadiki, shu Yusufni deydi, qani hammamiz bir kelishaylik, shu otamizning muhabbati Yusufga ko'proq, ukasiga ko'proq, Binyaminga. Endi bir harakat qilish, shu Yusufni bilan nimani ukasini shu oradan ko'tarsak, otamizning muhabbati biz tarafga buriladi. Agar yaxshi ko'radigan o'g'il qolmagandan keyin biz tarafga buriladi deb turib, bular Yusuf Aleyhisselatü Vesselamni yo'qotish planini qiladi. Xudo taolo Qur'oni Karimda buni ham zikr qiladi. Bular aytadiki, buni o'ldiraylik deydi. Hasad shunaqa yomon narsa. O'zini ukasini o'ldirishgacha boradi. O'ldiraylik buni desa, ichida bittasi aytadiki, "Ya buni o'ldirmaylik, biror joyga bir odamlar o'taydigan bir joyga tashab ketsak, birortasi yo'lchi, karvon o'tsa-yu, olib ketib olsin, otamizdan yo'qolib ketsa, lekin o'ldirmaylik" deydi. Keyin buni yo'qotib o'rgandan keyin yana tavba qilib yaxshi odam bo'laveramiz deydi. Xullas keyin bilan otalariga, siz nimaga Yusufni bizga ishonmaysiz? Doim Yusufni yoningizdan ajratmaysiz. Biz ertaga o'ynagan ketyapmiz, dalaga boramiz, ov qilamiz, sahroda. O'shaning uchun buni Yusufni bizga bersangiz, biz ham buni o'ynatib tomosha qildirib kelamiz deydi. Bu kishi aytadilarki, bu Yusuf meni oldimdan ajrasa, men mahzun bo'laman. Bir bo'rimda shunga o'xshagan bir narsa bo'ri yeb ketib qoladi deb men buni qo'rqaman deydilar. Bular nima qilishni bilmay yurgan odamlarga bu kishi aytadigan gaplar bahona bo'ladi endi. Buni nima deb otasiga kelib bahona aytishni bilmay yurganlar, otani o'zidan bahona chiqib qoldi tillaridan. Bu olib ketsalar ham bo'ri yeb qo'yadi, qo'rqaman deb deydilar.
Ular oxirida aka shu dada shuncha aka uka bo'lib turib bitta ukani himoya qilolmasak, yonida chatoq bor ekan bizda. Bizga berib buni himoya qilamiz deb bularga xullas otasini oldidan aldab ukani olib chiqib ketadi. Olib ketishgandan keyin olib chiqib bular Yusuf alayhisolatu vassalom bir qorong'u quduqqa tashlaydi. Ukani quduqqa tashlab yuboradi. Kelajakdagi eng buyuk payg'ambarlar bittasi bo'lgan ukani payg'ambarni xullas yaxshi zotni quduqqa tashlaydi. Xudo taborak va taolo aytadiki, quduqqa tushganidan keyin Yusufga biz vahiy qildik. Yaqin kunlarda siz chiqib quduqdan bularni qilgan ishini hammasini xabarini aytib berasiz deydi. Bu kishiga yosh bo'lib o'sha yerda gaplashib o'tirgan zot Jabroil alayhissalom bo'ladilar quduq ichida. Endi bular otasini oldiga xufton paytida dedi, Xudo taolo yig'lab keldi bular dedi. "O, otajonisi aytganda bo'ri yeb qo'ydirib keladi." O'ylagani ketadi, yurtlarimni oldida qorovul bo'lib turadi, qaytib kelsa buni bo'ri yeb ketibdi. Ha biz rost gapirsak ham nimaga ishonmaysiz deb gap boshlaydi. O'rishgan strahofdan oldin bo'ladi. Biz rost gapiryapmiz dedi. Otasi ham yolg'on gapiryapti degani yo'q ularga. Rost gapirsak ham nima ishonmaysiz dedi. Hali yosh bolalar men yeganim o'zi boshlaydi deyapti. So'rasiz oldin. Xullas bular bir narsani o'ldirib, echkimi, bir qo'yni bolasini o'ldirib, ko'ylaklariga bu kishini surkab turib, mana shu bo'rini qoni deb olib keladi ya. Hazrat Yoqub alayhisolatu vasallam ko'radilarki, bo'ri yeganmi shu ko'ylagini chiqarib yetilgan basmash. O'sha yerda shubha tushadi qalblariga. Hatto bular bir xiylanadigan qilgan shayton bularga bir narsani darsi bergan deydilar. Tasabrun jamil deb aytadilar. Sabr qilaman, sabrdan yaxshi narsa yo'q deydilar. Lekin nima hikmat bor bu kishini hali ko'ngillariga narsani aytmaganlar, bu Xudo biladi. Bular endi haligi nimada yotgan, quduqda yotgan ukadan aylanib Bag'dodga xabar olib ketadilar. Bularning yashab turgan joylari Falastin bo'lgan. Falastinda Kanon degan joyda yashaganlar. Hozirgi mashhur Falastinda Kanon Hazrat Yusuf alayhisalom tug'ilgan joylar, qishloqlar o'sha. O'sha Kanonni quduqqa tashlagan. Kelib har kuni xabar olib ketadi. Ovqat tashlab ketadi. Endi bir karvon o'tib ketib turgan karvon suv olgani ichidan bir odamlarni jo'natib borib o'tgan suv olib kelgan desa, faqir tashlasa, quruq faqirlarni quduq ichidan Yusuf alayhisalom faqirga ilashib chiqadilar. Yo'qsa uning akalarim berib keladi, bu bizni qulimizni deb qochib ketadi deydi. Chaqib ketgan ekanda deb turib, Yusuf alayhisalom qo'rqqanlaridan aytolmaydilar. Ular buni saqladi, meni o'ldirib qo'ymasin deb turib, yo men bularni ukasiman, aslida meni xiyonat qildilar, quduqqa tashlab ketdi degan gap aytadilar. Arzimas, chaqab pulga ukasini sotadi deydilar. Bular Misrlik karvonchilar bo'ladi. Misrga olib kelib, Misrda bosh vaziriga ular keyin ukasini shu pullarni sotib olib kelgan pullarini sotishadi. Misrda bosh vaziri o'sha haligi Zulayho deb atilgan xotinning eri edi. Shuni sotib oladi. Sotib olib, unga farzandi bo'lmaydi. Aytadiki, endi xotin dedi, buni yaxshi deb tarbiya qilib katta qilasan, ajabmas o'zimizga bir farzand qo'yasay deydi. Xudo taborak va taolo aytadiki, biz ana shunaqa qilib turib Yusufga bir yaxshi joydan makon berdik deydi. Vallohu g'olibun ala amrihi deydi. Men ishimga g'olibman deydi. Lekin odamlarni ko'pi bilmaydi buni Xudo taolo. Ular nima qilaman dedi, qayerga ketib qoldi o'sha. Keyin haligi erligi ham bir joyda masala bosh vazirda. Erdan ko'ngli to'lgan emas Zulayxoni. Shu bilan birga ba'zi Yusuf alayhisolomning husni jamollari ham juda chiroyli. Dunyoni hamma husnini yig'ishtirib kelganda Xudo taborak va taolo 9 husnini Yusuf alayhisolomga bergan degan xabarlar bor. Odam ko'rsa mast bo'ladigan darajada go'zallik sohibi bo'lgan. Endi shu kishini bir uyga qamab olib Zulayxo u kishidan zinoni talab qiladi. Xudo taborak va taolo shu oyatda mana shu betni boshida aytadi: "Va rawadat kullati huwa fi baytiha an nafsihi va ghallaqat al-abwaba va qalat haytala." Bir xotin bor edi deydi. U xotinning uyida Yusuf alayhisolom yashardilar deydi. O'sha xotin bu kishini uyga olib kirib olib, eshiklarni hammasini bekitib, bu kishidan zinoni talab qildi deydi. Hazrat Tahonaviy rahmatullohi shu oyatda tayida aytgan nuqtalardan birida aytadiki, ko'ring deydi, uni oti Zulayxoligi mashhur deydi. Nima uchun Zulayxo deb aytmaydi? Otini Xudo taolo aytmasa, gapni shunday aylantiradiki, va rawadat kullati huwa fi baytiha an nafsihi. Bir xotin bor, u xotinning uyida Yusuf alayhisolom yashardi, o'sha xotin talab qildi deydi. Zulayxo deb qo'yadi.
Nima uchun desa, Xudo taborak va taolo shunga zikr ishora qilyaptiki, xotin kishi shunday narsaga uning otini hech ham aytib bo'lmaydi. Ko'rsatish u yerda tursin xotinda. Nomini ham aytma xotinga birovga oldilar deydi. Ishora qilyapti bunga deydi. Biror joyda Xudo taborak va taolo Fir'avnning nomini ham zikr qilgan, Abu Lahabning nomini ham kelgan, Qorun va Hamon, Zayd degan sahobaning nomlariga biror joyda xotin kishining nomi kelmaydi. Xotin kishining nomini aytish kerak bo'lgan joyda gapni aylantirib turib ishora qiladi. Bu demak bizga odob o'rgatadiki, xotin kishining nomini ham aytib bo'lmaydi birovga oldi, ko'rsatish yo'lda tursin deydi. Endi savol paydo bo'ladi deydi. Nima uchun Hazrati Bibi Maryamning nomini Qur'onda Xudo zikr qilgan bo'lsa? Maryam degan sura bor. Sura Maryam bor. Necha joyda Maryam, Iso ibn Maryam keltiradi. Bilamiz Hazrati Iso alayhisolatu vassalomning onalari Hazrati Bibi Maryam. Bibi Maryam ersiz Hazrati Iso alayhisolatu vassalomni to'qqanlar. Otasi yo'q u kishini. Xudo taborak va taolo o'zini qudratini namoyish qilishlik uchun u kishini beota tug'dirgan. Odamlar o'sha paytdagi gumrohlar, hozirgi masalan xristianlar ham hammasi keyin ana bu otasiz tug'ildi, bu Bibi Maryam Xudoning xotini ekan-u, bundan tug'ilgan bola Xudoning o'g'li ekan deb turib Xudoni uchta dedi keyin bular. Bagamatер dedi bu ruslar. Xudoning onasi deydi. Xudoning onasi o'g'ilni ham Xudo deydi. Iso alayhissalom deydi. Uni otasini ham Xudo deydi, xotinini ham Xudo deydi. Nima uchun bu Hazrat Bibi Maryamning nomini zikr qildi desa, shuning uchun zikr qilgan deydi. Nuqtani qarang chiqyo'ligini. Aytadiki, "Ey inson deydi, sen deydi Maryamni deydi, olding meni bitta bandamni deydi, bitta meni cho'rimni deydi, meni xotinim deding deydi. Sen o'zingni oddiy inson bo'la turib, o'zingni xotiningning nomini begona odamlarning oldida aytishdan or qilasan deydi, uyalasan deydi. Agar Bibi Maryam meni xotinim bo'lganda Qur'onda buni nomini aytmasdim degani bo'ladi. Agar meni xotinim bo'lsa edi, men uni nomini aytmasdim deydi. Sen o'zing oddiy bitta inson otini aytgan xijolat bilan o'rtog'ing oldida falonchi meni xotinim Nargizaxon degani. Xuddi shunga o'xshagan, agar u meni xotinim bo'lganda meni otini aytmasdim deganga ishora qilyapti. O'shancha Hazrat Bibi Maryam o'zlarining nomiga, lekin qayerda nomini aytilish kerak bo'lsa, boshqa xotinlar nomini aytmasdan ishora qilib turib gapni aylantiradi. Xullas mana shu Zulayho Hazrat Iso alayhissalomdan Yusuf alayhissalomdan zinoni talab qiladi. Va g'allaqatil abwab deydi, eshikni hammasini bekitdi deydi. Eshikni bekitdi-da va g'allaqatil abwaba va qalat hayta lak. Ke deydi Yusuf deydi. Chaqiradi. Keyin nima keladi? Qalat hayta lak. Qala ma'azalloh innahu robbi ahsana maswaya deydi. Aytadi, "Ey deydi, bu meni Robbim deydi. Robbidan murod xo'jayinim degani. Sizga eringiz deydi. Bu eringiz menga ko'p yaxshilik qildi, menga otalik o'rnida. Men qanday qilib buni nimasiga bu degani boshqasi bilan bo'lsa zino qilardim degani emas. Janob Rasul aytadilarki, qo'shnining xotini bilan qilgan zino boshqasidan 10 barobar ziyoda bo'ladi. Boshqasi bilan qilmayman, qo'shniki bilan erta kunda qilmayman degani eshitmasana. Bu meni sayyidim bo'lsa, eringiz menga hojalik qilib, meni tarbiya qilib, sotib olib, meni kiydirib, ichkizgan bo'lsa, buni xotiniga men eshit qilmayman deydi. Bu boshqasi hech qachon qilmaydi ular. Zolimlar deydi hech qachon najot topmaydi deydi. Walaqat hammat bihi va hamma biha laula ar-ra'a burhan rabbih deydi. Yusuf alayhisolatu vassalomning qalblarida Zulayhoga nisbatan moyillik bo'ldi deydi. Zulayhoda ham bu kishiga nisbatan moyillik bor edi deydi. Mana shu yerga kelganda tafsirda keyin mufassirlarda dovdirayotgan joylardan bittasi shu. Qanday qilib payg'ambar bo'ladi, zinoga nisbatan qalbida moyillik bo'ladi deydi. Xudo taolo valaqat hammat bihi va hamma biha deyapti. Zulayho bu kishiga nisbatan qalbi intildi deydi. Shu kishidan o'sha yomon narsani istadi deydi. Bu kishi ham xohladi deydi. Bu kishiga nisbatan qalbida unga nisbatan moyillik bo'ldi deydi. Hazrat Tahomiy rahmatullohi buni tafsirda aytadiki, Yusuf alayhisolatu vassalomning qalbida Zulayhoga nisbatan bo'lgan moyilligini otini tabiiy moyillik deydi. Zulayhoni qalbidagi Yusuf alayhisolatu vassalomga bo'lgan moyilligini otini shahvoniy, nafsoniy moyillik deydi. Agar bir insonda gunoh qilishga tabiatan moyillik bo'lmasa, u odamni Xudo taolo taqvodorda maqtamaydi. Tushunarlimi?
U kishini qalbida agar tabiiy moyillik bo'lmasa, o'sha ishga nisbatan o'sha ishdan to'xtatganligiga o'zini Xudo savob bermaydi unda. Siz oldingizda chiroyli bir xotin turibdi, quvvat bor, borishga, Farg'onaga, zinoga borishga pul bor. Hammasi bo'la turib bormay yursangiz, uni otini Xudo taolo taqvodor deydi. Farishtani Xudo taolo taqvodor demaydi. Farishta hech qachon taqvodor bo'lmaydi. Farishtada gunoh qilishga nafs yo'q. İnson agar nafsi bo'la turib o'zini gunohdan to'xtatib, uni otini taqvodor deydi. Bir o'lik yotibdi. Ruh chiqib ketdi. Nafs yo'q, ruh bo'lmagandan keyin nafs ham yo'q unda. Oldiga birinchi nomerlik dunyoning malikasini olib kelib qo'ysangiz ham hech qachon qaramaydi unga. Ha bu taqvodor o'layotganini biroq maqtamaydi unda. Tribunada ham zarona qilardi u. İmkon yo'qligi uchun uni taqvodor deb maqtamaydi. Insonda bir qalbida gunohga nisbatan intilish bo'la turib, o'zini to'xtatib qolsa, o'shani otini taqvodorchilik deydi. Ba'zi aytalik, agar payg'ambarni deydi, Yusuf alayhisolatu vassalomning qalblarida unga nisbatan shu moyillik bor edi, agar biz shu oyatni tarjima qiladigan bo'lsak, payg'ambarlarga nisbatan bu haqorat bo'lardi desa, o'sha yo'q deydi. O'zi gunoh qilishlikka imkoni bo'la turib qilmasa, uni otini maqtov bo'ladi deydi o'sha. Lekin u o'sha moyillik Zulayhoga nisbatan bu kishini bo'lgan moyilligi tabiiy moyillik. Ammo Zulayxoniki shahvoniy moyillik deydi. Shahvat bilan bo'lgan moyillik. Bu kishiniki tabiiy moyillik. Tabiiy moyillik qanday bo'ladi? Bilasizmi misolni? Tabiiy moyillik shunday bo'ladiki, ro'zador odam suvni ko'rsa tabiatan ichkisi keladi. 1000 dollar bersa ichmaydi hech qachon. O'lsa ham ichmaydi. Qalbida tabiiy moyillik bor. O'sha moyillik bo'la turib ichmaganiga Xudo savob berar kimga. Shuni otini tabiiy moyillik deydi. Ammo Zulayxoniki shahvoniy moyillik bo'lgan. Xudo taborak va taolo nafsining haqida sura Ash-Shamsida gapirib turganda aytadiki, "Fa'alhamaha fujuraha va taqwaha" deydi. Xudo taolo aytadiki, "Men deydi insonga deydi gunoh qilishni ham ilhom qilganman" deydi. Taqvodorchilikni ham ilhom qilaman deydi. Gunoh qilishni ham gunohni Xudo aytayapti, "Men ilhom qilaman unga" deyapti. "Fa'alhamaha fujuraha va taqwaha" deydi. Nima uchun desa, agar gunoh qilishga ilhom bo'lmasa, u odamga taqvodorchilik kelmaydi deganda. Oldin gunoh qilishga buni qalbida nima bo'ladi? Moyillik bo'ladi, gunoh qilishga imkonlar bo'ladi, quvvatlar bo'ladi. Keyin uni otini o'zini to'xtatib qolsa, keyin taqvodor deydi.